degan gapni gapir. Doktorlar ham ahmoq emas. Seni aldashi mumkin, meni aldashi mumkin. Doktorlarni aldolmaydi-ku. Onaginam, 3 ta bolamni onasi, ko'z ochib ko'rgan xotinim meni shunchalik ishontirdimi, doktorlar nima bo'pti? O'z qulog'im bilan, o'z ko'zim bilan ko'rib, eshitib kelyapman onam. Bo'yniga ham oldi. Leyli bilan ajrashish uchun shunaqa qilibdi. Qamalmaslik uchun shunaqa qilibdi. Bunisi odam bo'lmaydi. Moskvada nima kunlarni ko'rmadim onam. Bilasizmi, Moskvada ham hunar ko'rsatdi. Shunchalik narsa bo'lib ketibdi, shunchalik ishlar bo'libdi. Nahotki menga bir marta telefon qilib ogohlantirmading? Nima deb aytaman? Men Moskvadaman, siz Toshkentdasiz. Moskvada nima qilganini bilasizmi? Bir begona mashinaga chiqib olganlar. Keyin uni fohishalikka sotib yuborishgan. Voy, nima? Fohishaxonaga borgan. Voy sho'rim. U yerda nimadir qilib qochgan. Zo'rg'a topdim. 2 sutka qidirdik. Bir nimani yuragim sezdi-ya, bir nimani yuragim sezdi. Meni yuragim sezdi, senlar har doim bir nimani yashirasanlar. Men senga aytuvdim, yashirmalaring mendan deb. Ani tag olib ketgandan keyin menga aytasizlar. Oxirida. Ona, men Moskvadaman. Siz Toshkentda nima qilib berasiz? 2 ta bolasi u yoqda uxlamasdan oshnaxor yurgandan keyin ko'ngli sezadi-da, onasiz-ku. Mumtozam jigarim baraka topsin yonimda turib berdi. U mayli jigarim, Leylining onasini aytmaysizmi? Kim u menga? Bu kim unga? Jon jigar qizini kundoshi. Ona, yaxshi odamlar bor ekan. Shunchalik bo'ldimi? Shunchalik bo'lib ketibdimi bu? Hali bizni shunchalik ahmoq qilib yurgan ekanmi? Yuziga qaragim kelmayapti. Men bunga rahmim kelib, bolam desam,